Assalom. Kitap o'qishman beriga xush keldingiz. Hozir Xolida Isroilning Kashmish nomli romanini o'qishni davomlashtiramiz. Oldingi anglitishimizda madaniyat zo'r inqilob boshlangandan keyin 1967-yillari yoshlarning yezlarga tushib qayta tarbiyalanish to'lqini bo'ldi. Shuning bilan to'g'riqmi 18-19 yoshlardagi 3 yosh yigit yetib keldi. Zeynepning ikkinchi o'g'li ularga har jihatdan yordamda bo'ldi. Zeynep ularga nonlarni yiqib berib, tomoq etishlarni o'rgatib, onalik mehrini yetkazdi. Xo'sh, roman davomlashtiraylik. 22-bob. Turdi qari 18 yoshga kirdi. O eshak harbisi bilan qig' to'shib, qiz cho'kallar bilan o'rmi o'rib, bog' bog'lab, xamanda etizda ishlab yurib, bo'y tartib kelishgan yigitga aylandi. Uning bo'yi inchga, chabdas, burni qonxarliq, enaklari so'zinchoq edi. Aptapda ko'ygan peshona va chekillarini sarg'uch, qumur, ushshoq budur chashlar yepib turardi. Әмділік xat tartqan inchga bo'riti agmash qora qoshlari bilan moslashib, chiroyiga yarashib turardi. Bo'libmi uning qo'yiq kirpiklari qiz bolalarning ichini ko'ydirardi. Sho'x-cho'qallar, "Tova, ma mushtumdak seriq aslan qachonlarda bundaq chiroyli yigitga aylanib qolgandi?" deyishadi. Rasida bo'lib qolgan qizlarmi "Buni ajab burunroq bayqamabdiq" degandek jiraqdan o'g'irliqcha sinchilab qarashadi. Zeynep yo'qsizlik va emgak mushaqqatini ko'p tortgan cho'ng o'g'lining xuddi tosh ostida qolgan maysning tosh kavaklarga yomishib ko'klab chiqqanidek o'sib yetilganiga ichidan xo'shal bo'lib, uni tezroq uylab kelin ko'rishning shirin xiyolini surishga boshlagan edi. Turdi qari kichigidan billa o'ynab, billa emgak qilib cho'ng bo'lgan Helimigulni elishni xiyol qilib yurardi. Bug'doy o'ng, mehri issiq, sal o'g'il bola mijoz Helimigul Abdug'ani Axunning cho'ng qizi edi. U kichigidan ishqib pishqan, gapga gap kelganda hech kimdan yonmaydigan qiz bola edi. Turdi qari kichkida uruq, bo'yi pakar bo'lganlikdan etizliqda dehqonlar uni o'zidan 2 yosh kichik, to'g'riliq kelgan Helimgul bilan chilishqa salatdi. Dastlabki vaqtlarda Helimgul uni osonla yiqitib besib oladi. Ayollar kulishib Turdi qarini toza masxara qiladi. Keyin Turdi qari uni besib oladigan bo'ldi. Helimgulmi shuningdan keyin Turdi qari bilan chilishqa tushmaydigan bo'ldi. Yaqinqi 1-2 yildan buyon ular nemishqidir ilgarigidek ochiq yo'ruq chaqchaqlashib yurmaydigan bo'lib qolgan edi. Turdi qari xuddi uningda uchi bordek uning bilan to'la chiqishadi. Tuyuqsiz o'ltirgan chaqlarda yaqsidan qurt paqalarni selib qo'yib qo'rqitadi. Odamjiq yerlarda bir amallar bilan uning diqqatini tortishtirishadi. Ammo Helimgul uningga zodi diqqat qilmaydi. Yoki uning qiliqlariga og'izni purishtirib bo'ldi qiladi. Shundaq kunlarning birida Helimgulni Buxelchixonning o'g'il navrisiga elib berdikan degan gaplar chiqib qoldi. Turdi qari bu gapni anglab bir necha kungacha qo'ygan tutqinini bilmay yurdi. U bir kuni boshqalar ishdan tushib bo'lganda bo'z yerda mollariga o't elayotgan Helimgulni istab bordi. Helimgul yo'g'on bir tog'ar o'tni yutib qaytishga tamshilib turardi. U Turdi qari bilan ko'zlari orqaliqda salomlashdi. Əplab ololmayotgan katmanni ko'rsatib, tog'arning ustiga obdonroq joylashtirib berishni o'tindi. Turdi qari tog'arni uning dumbisiga elib. "Birdam to'xtab tur, sana deydigan gapim bor", dedi. Helimgul burilib
onun hayranlıq bilan qaradı. Tağarını qoyub turdu qarıyının arqısıdan etis qırığı berib olturdu. O çoxdak qızıl güllük dompanlı köңlek kiyib alğan idi. Çekilip çıgıp alğan yağlıqның aldıdan qapqara mаңlay çaşları çıkıp turatdı. Tom iki örüm çeçi məydəsində esilib turatdı. O qolunun dümbüsü bilen pişane ve burnunun uçudaki terlerini sürtüp etip turdu qarıyğa "Nime gepin var idi?" degендek yana bir qarab qoydu. Deydigan geplerini toxtumay yatlap kelgen turdu qarı birdanla gepini tapalmay qaldı. Özü bekar avar bolup atqandek, Helimigül onu mesxir qılıp atqandek bilinip, gepini oңlap qılalmay çip terlep ketdi. Nemi gepti şunçu bala? Zeynep anamga birer narsa lazım bolup qapti ekenmi? Helimigülning parva qilmay sorgan suali turdi qarıyning hororig'i tegdi. O derhal özünü tutup aldı. Yüzüdeki terlerini yeni bilen sürtüp etip, Eğiz aşkına da avazının boğuq hem yoğuçun anlanğınıға içide hayran kaldı. Seni toy qıldı eken dep anladım. Rasmı şu gep? Ras, nim boptu ras bolsa? Kim bilen? Aşu alı göz bilen ma? Tüzük gep qile, hem madem sendek çıraylık bolmaydı, nima qilasan haqni satlab? Oğlu göz bolmay nimeti o, sana çıraylık görüngen bilen. Qandaq qilattın, mana çıraylık göründü şu. Undaq bolsa, boptu emse, Xudayım baxtını versin. Turdu qarı, ornundan qopuplu mаңды. Toxtap dur, niman çaldıraysan? Men tehi toy qilishni o'ylashmadim. Turdi qarı ketib atgan yerda chippati to'xtab qoldi. Birdalla og'zi qulog'iga yetgudak yejib, men tehi seni deb duduqladi. Alı ko'zning uydagilar elchi kirgizib tikan. Anam Qizim toy qilish yeshiga to'shmidi, qizimning toy qilishiga tehi necha ujmi pishig'i bar deb yo'lga sapdi. Ular o'zlari Helimigülni o'g'limizga elib berdigan bo'ldik deb gap tarqitib yurishibdi shu. Munda degina, amsa onam odam kirgizib baqsinmi? Kalva, dedim-ku sana, men tehi kichik. Qiz lavlarini domsaytib, qiydigandek qildi. Undaq bolsa, men seni cho'ng bo'lg'ich saqlayman. Biroq avval choy ichirib qo'ydigan ish bor-ku, shuni ado qilib turaylimi ya? Hojati yo'q. Sen olib ko'zning orqasidan ketmaydigansan? Senle ching tursang, hech kimning orqasidan ketmayman. Geping rost-a? Ras, lekin bu gapni hech kimga demaysan. Debli qo'ysam, gepimdan yenib olaman. Turdi qarı onunğa yan tarafdan to'ymay qaradi. Nadin kelgan kuchkin birdinli qayrilib, onun beshini ikki qo'llab ching tutib elib, qizning hayronlikdan sal ichilib turgan to'liq qip-qizil lavlariga ching besib so'ydi-da, xuddi meva o'g'irlagan kichik bola qo'rqib qochgandek o'rnidan turibla yuraklari do'pildigan qizargan holda mahalla tarafga yugurdi. Helimigül ko'z yumib ochqicha yuz bergan bu ishdan esiga kelolmay, yuzi qip-qizil bo'lib eslig'inicha bir pas gangrab o'ltirib qoldi. Keyin o'zicha uyatchanlik bilan kulimsirab, turdi qarining orqasidan qarab, "Kolva" deb pichirladi. Ittik atrofga qarab etib, chochlarini o'ngshab, yog'liqini boshqadan chegib o'rnidan turdi. O tağardaki o'tni yutib, ketmanni qo'ltig'iga qistirg'inicha mahalla tarafga mаңды. Bir necha qadam mengib bo'lib, yana bir qitim "Kolva" deb pichirlab qo'yib, ixtiyorsiz kulib etdi. Rustam bug'doy o'rib etib,
Tünögündən beri Dilmuratni körməgənligini esiga aldı. O qoşumisini sel turib oynayıp qaldı. G'ayratchan nahiyda içilgan dajaydın ügüniş körgəsmisi də düşəndirgücü bolup işləvatatdı. Qaysar anısı ağırıp gelip öyüge ketken. O Dilmuratның yalğız qalğanlığını bilsimi, ormu başlanıp qalğanlıqdan yoqlap baralmıgan edi. O aldınғы günü Dilmuratның ayallar işləvatqan etizliqda ormu oravatqanlığını körgen. Şonundan keyinla etizliqda görünmedi. Issiqda ormu uruş eğer kelip atamdı yoki başqa sebep var mı? Rustamның көзішçe Dilmurat əmgəkdən qaçıdığanlardan əməz. İşini astıra qılsımı, deqallardək keçiləb işləmisimi, əmgək çıxmay qalmaydı. Çüşlükdə melişdə Rustam Dilmuratlarının yatıqığı vardı. Kerim-axun ər-xutun texi əmgəkdən qaytmağan bolsa kerek, işiki teşidin zəncirləklik turatdı. Ziyalı yaşlar turadığan öyünün işiki hem yepiqlik edi. Adətdə öydə adam bolsa, işik yapılmaydıqanlığını esiga alğan Rustam gezit qağısı çaplanğan pəncərinin yeniği kelib, putunun uçu da sel kötörülüp, gezit yertiqidin öy içiga qarıdı. Yuqordaki iki karavatның orun körpüsü rətlik yığılğan halətdə turatdı. Pəncərə tövedeki karavat Dilmuratның edi. Qarğanda o yotqandan soğurlupla çıxıb ketken bolsa kerek. Yotqanның bir uçu yerde turatdı. Rustam burulup mağmaqçı bulup birdinla işik tarafta turgan bir bay ayağını görüp qaldı. O Dilmuratның ayığı edi. Onun qoşumisi yana səlbəl türüldü. İştik berib işikni itlərdi. İşikka içidin bir нәрсе taqışıbatqanda qılatdı. Rustam işikni küçəp ittirgəndə öy içidin eğrigan avaz anlangandek boldu. Rustam çöçüp işikning bir qanatını ittirib, içip Dilmuratның işik tövüde yatqanlığını gördü. Öy içini küçlük ses qıpıraq qaplığan edi. Rustam bir amal qilib öyge kirib aldı. Dilmurat düm yatatdı. Onun ağzının çöğrüsüdə, yerdə qusuqdək bir nərslər var idi. Onun bədəni otdək qızıb ketken idi. Rustam Dilmuratның beşini quçuğuğu elib, Dilmurat aka, deb çağırdı. Dilmurat көзіні açalmadı. Gez bağlap ketken ləvlərlə bir nəmə deməkçi bolğandək miderlədi. Rustam Dilmuratni karavatqa yatqızğıca iştanlarının mı bolğunup ketkenligini gördü. O dərhal çaydandın piyaləgi qaynaq su qoyub, ilman qaynaq sunu qoşuq bilən Dilmuratның ağzığı temiddi. Dilmurat qaynaq sunu aş gözlük bilən yutatdı. O közlerini leppede açtı. Ama Rustamni tanımay nemelerini deb jöyülüp yana jim bulup ketdi. Rustamni birdinla qo'rqinch qaplab oldi. O to'xtamay uduldagi eshikka qaraydi. Ammo eshik texcha zanjirlaklik turatdi. Issiqdan qo'qasdek qizib ketgan to'polon yo'lda yoki daduy atrofida birarmi adam görünmeydi. Onunğa Dilmuratның çırayı barğan seri ölüknің çırayıga oxşap qelivatqandek göründü. O inişip Dilmuratni qoludan tartıp asanlı yudub aldı. İşikni putu bilen yepip qoyup yumulaq bazardaki şifaxanaga qarab çapdı. Dilmuratның təliyiga şifaxanada Gungşadan kelgen usta doktor bar ekan. Gungşa doktoru bilen yalan ayak doktorlar birdinla ciddiyleşip Dilmuratni qutquzishga kirishdi. Dilmuratның yenida o'ltirib mügdab qolgan Rustam cho'chib uyg'ong'ida da yaqin Iroqdagi xo'rozlar bas-basda chillishyotdi. Asma okul şeşisideki suyuqluq temib az qalgancha Dilmuratның ko'kirib ketgan chiroyi süzülüşki başlagan edi. Gungşadan kelgen doktor kirib, onun yürek soqishini tingshab, qapqini o'rib qaradi. Sestraga yana qandaqdir dorilarni qo'shishni tapalab bo'lib, "Ya Allah, oxir xatardan o'tib ketdi.
Lekin za qil qoldi ketib qolg'ali. Helimi moshunchilik vaqtida elib kepti. Yani 1 saat kechikkan bo'lsa, yosh jeniga uval bo'ladi ekan, dedi. Ondan Rustamdan bu kasal akangiz bo'lamdi deb so'ragan edi. Rustam undamay beshini langshdi. Sestra ayol darhalla: "Yo'q, aksi emas. Bu kasal viloyatdan cheniqishga tushgan ziyoli yosh. Maviyetim bizning mushiyarlik Zaynabxon degan ayolning o'g'li", dedi. Viloyatdan kelgan? Viloyatdagi kimning bolasidir? Dadasining eti nima ekan? Abbas deganda qilgan, etini Dilmurod Abbas deb yozdi, deb javob berdi Rustam. Abbas? Abbas shu jining bolasimi bu? Doktor cho'chigandek bo'lib, o'zicha g'udunshib, Dilmurodning chiroyiga sinchilab qaradi. Chiroyi suzlib, qosh kirpiklari texmo qo'yuqlashib qolgandek ko'ringan Dilmurodni kimgadir o'xshatgandek bo'ldi-yu, gap qilmadi. Rustam her kuni tushda etizdan yenibla anasi qochig'i ilib tayyorlab qo'ygan suyuqosh yoki sho'gurishni ilib Dilmurodni bir yo'qlab o'tadi. Dilmurod 3 kun yetib karvatdan tushgidek bo'ldi. O zaharlanish xarakterlik oshqozon uchay yalug'iga giriftor bo'lgan edi. Yaqindan beri normadagi bug'doy uni tugab ketganlikdan u har kuni degudek chomg'ur silib umoch etib ichib o'tadi. Etizdan yenib qo'rsqi bek ichib ketganda qozonda ishib qolgan umochning ichi beradi. Issiq havoda ichib qolgan umoch uning jinini olg'ali tas qolgan edi. Dilmurod doktorning arilishishi, daduydikilarning qo'shilishi bilan oilasida bir mezgil turib keladigan bo'ldi. Shuning bilan ziyoli yoshlarning yotqini taqilib qoldi. Kunlar o'tgancha Rustam bilan Ro'zaxon ularni kelib qolarmi deb 2 kunda bir ularning yotog'ini yo'qlaydi. 9-oyda ziyoli yoshlar bir vaqtidagida qaytib kelishdi. Hammasi xeyli samirib, parqirab kelishibdi. Ruhimi ko'tarilib qoldi. Shaharga hammadan to'liq qatraydigan g'ayratchan degan bilan to'g'raqliqimi ko'nib qoldik. Shaharda tursak, bir nimamiz mush yerda qolgandek xotirjam bo'la olmaydi ekanmiz, degan edi. Qolganlarmi rost shundoq deyishib ko'rishdi. Bir necha kungacha ular ishqimi to'liq chiqib turdi. Bir kun kashishga yaqin Rustam ularni yurtning bosh tarafidagi qumliqqa boshlab keldi. Bu egiz qum barxanlari qadamda bir uchrab turadigan, odam tut atrofga qarab qandoqdir vahimaga tushib qoladigan haqiqiy qumliq edi. Qum do'nglari orasidagi rangsiz cho'l o'simliklarning tegidan yovi toshqanlar part qilib qechib chiqishadi. Pakaroq dövlarda oftobda qoqinib yotgan kelalar odamlarga tikilib qarayotganda ko'rinadi. Oyig'iga qum to'shib kelib, mang'almagan shaharlik bolalar oyoqlarini selib, yerga dastab yiqib, putiga tikan kirib ketishdan qo'rqib, yana kiyib elishdi va Rustamning yalang oyoq xiraman menib yurganiga havas qilishdi. Rustam xuddi qumluq shahzodasidek erkin, mag'rur qiyg'itib yuradi. Ko'ringanli bir dönge yugurib chiqib ketib, birdamdala boshqa bir orliqdan paydo bo'ladi. Shaharlik yigitlar do'nglarga g'osirab umidab aran chiqadi. Chiqib bo'libla o'zlarini tashlab yotadi. Rustam ularning eng egiz ham haybatlik qum barxini ustiga boshlab chiqdi. Ilgari mahalladagi bolalar bilan so'qish o'ynaganda u mushu cho'qqini hammadan burun egarlab elib, hech kimni yaqin yo'latmaydi. Bu uning cho'qqisi edi. U bu yerda osmonga qarab yotgan chog'larda o'zini kuchli sezib mag'rurlanadi. Dilmurodlarmi bu qum dövsiga chiqib, atrofga nazar tashlag'inida o'zlarining hammadan egizda ekanligini sezib mag'rurlanishdi. Kun allaqachon petib ketgan edi.
sus gügüm perdesi yeyilip, tavlanıp, qarang'ılık bargan siri qoyuqlaştı. Qumduqning ishkirisidan urilib atgan salqin shamal jonni hozirlantiratdi. Qum texi issiq edi. Qum dövsida osmonga qarab yotgan bolalar bepayon osmon gumbizida son sanoqsiz yulduzlarning bir-birlab charaqlab yonganini ko'rdi. Aşı yulduzlar ularning qalbidami behisob orzu, arman ushqunlarini yondirgandek bo'ldi. Ular kainatning go'zalligidan sehrlanib, uning bilan bir jon, bir tan bo'lib ketgan ashu daqiqalarda kunlarning zerikarlik, istiqbolining tayinsizligini va barliq g'am andishlarini unutdi. Bosh ustida, ko'z oldida, qo'l uchi, hatto oyoqlarida chaqnab batgan yulduzlar qandaqdir xiyoliy hur parilarning ko'zlariga o'xshaydi. Keçinin qara libaslarga o'ralgan hur parilar ularga jilva qilib o'zlariga chaqiratdi. G'ur-g'ur shamollardan suygi yollaydi. 18 yoshlik yigitlarning yoshlik tuyg'ulari qumluqda, yulduzlarning nuri ostida ana shundoq uyg'onishga boshlagan edi. Ular cho'ng bo'lib qolgan edi. 11 ayda yuqoridan ishchi qabul qiladiganlar keldi. Daduy mas'ullari ziyoli yoshlar bilan ayrim so'zlashib, uqtirish kutishni aytib ketib qolishdi. Birer oyga qolmay, g'ayratchan bilan Qaysar ishchilikka qabul qilinib, to'g'raqlikdan ayrildi. Ular harbaga joylashib minib bo'lguncha dehqonlar arq-arqadan kelib ularni uzatdi. Ketayotganlarningmi, dehqonlarningmi yakka yegani qolgan Dilmuratga qarab ichi seyrildi. Biroq onunğa yardım qilish ularning qo'lidan kelmaydi. Rustam Dilmuratning yotqiga ko'chib bordi. Bir qishni ular birga o'tkazdi. Dilmurat nemishqidir shaharga qaytishni o'ylab ketmaydigandek qiladi. Atiyozda to'g'raqliqqa bir pikap keldi. Pikap Daduy ishxonasi oldida bir pas to'xtab, keyin etis tarafga ketdi. Pikapning shoferi bilan o'roq, egiz, oq yuzli kelgan Qodir Dilmuratni etizlikdan izlab tepib, pikapga selib elib ketdi. Pikapning atrofiga o'lishib olgan kishilar nima ish bo'lganini anqirolmay qilishdi. Oq yuzli Qodir so'rg'anlarga ochiq chiroy bilan shaharda ozroq ish bor, ishni tugitib yana keladi, dedi. Dilmurat ketgandan keyin kishilar Abdug'ani Oxundan Dilmuratning viloyatdagi cho'ng bir boshliqning bolasi ekanligini, dadasi turmadan ozod qilinib, vazifasi asliga kelganlikdan o'g'li bilan ko'rishish uchun shaharga oldirib ketganligini bildi. Dehqonlar xuddi o'zlarining bolasi uchun xo'shal bo'lgandek xo'shal bo'lishib, har nima bo'lsa Dilmuratjonning ishi o'ngga tortibdi, deyishib ketishdi. Uzoq o'tmay Dilmurat qaytib keldi. Bu qitim to'g'raqliqda birer hafta turib, hammaylar bilan xo'shlashib, yana kelishga va'da qilib ketdi. Yo'lga chiqish oldida kitoblarni Roza Oxunga berib etdi. Rustam bilan Roza Oxun uni Gumshig'icha uzatib bordi. Shu yil kuzda to'g'raqliqlar Dilmuratning ishkiri o'lkadagi qaysi bir cho'ng shaharga o'qishga ketganligidan xabar tepishdi. Shu yil qishda Turdi qari bilan Elimigulning to'yi bo'ldi. To'ydan keyin Rustamning viloyatda ochilgan tarjimon yetishtirish kursiga o'qishga qabul qilinganligi to'g'risida uqtirish kelib qoldi. Daduydikilar Rustamni Dilmuratning dadasi o'z chaqirtibdi deyishadi. Rustam tayyorlik qilib bir hafta ichida yo'lga chiqib ketdi. Zaynab kelinlik bo'ldi. Ammo bir o'g'li uchurum bo'lgan qushdek yiroqqa uchib ketdi.
Rostemni kündü körüp turalmaydıganlıqdan onun köngli yerim bolsumu, yezining japasıdan qutulganlıqını oylap xoşat bolup qaldı. Abdug'ani axun Rostemning tali bar ekan, endi bu yerlarga kelmaydi. Abbas Shojining arqasida yurib, boshqacha bir odam bo'lib ketadi. O'zimi ahli o'sha joyda xeli jigri bor odam bo'lgan, dedi. Rostem yo'lga chiqib ketgan kuni oqshimi Zaynabxon joynamozda har kundagidan uzoq o'ltirdi. U balalarning sog' salomat cho'ng bo'lib atqaniga, ikki o'g'lining qo'ldan chiqqaniga shukr deb Allohga tashakkur etdi. Balalarga osonlik, baxt, saodat tiladi. To'xtaqori bilan xiyolan so'zlashib, hech kimga tinqili bo'lmaydigan qayg'u hasratlarini, xo'shallik va armonlarini izhor qildi. O 20 yaşıdala bu dünyada yakki yegani qalqan edi. Çöçürüdek balaları onunla telmirip turattı. O yalğız giyahdek aciz ayal 5 balığa ana hem dadı boldu. O ömrüde açlık ve yoksuzluqның derdini bək tarttı. Sonrakiga ötüp ketken bu dert onun yaşlıq his toyğularını, barlıq arzu isteklerini boğup öldürdü. Onu emgek qilishni biladigan, herib charchamaydigan, qayg'u hasrat chekmaydigan, itoatchan bir bandiga aylantirdi. O ba'zida o'zini atrofning uchisi yig'ir bo'lib ketgan, ishlab hormaydigan, undamaydigan kalalardan farqlanmaydigandek sezatdi. Ammo u kaladanmi bichar edi. Kalının iç ağırtıp dümbisini sılap, yeğirini yağlap koyduğun bakıcılar var idi. O ağırıp kalsımı, balalarını oylasıla ömülep kopup getetti. Ağzıdakini elip balalarga beretti. Özü kiymey balalarga kiygüzetti. Onun güzel hüsnü, zıbalıqı, kona, jırtık kiyimlerde, açlık, boran, aptap, cudullarda kaldı. O huzur halavet, etibarlanışlarını unutup ketken edi. Şuna kelini aldığı kelip, egilip turup, aş içi vasla ana degende huduqып kaldı. Aş içi etip, hüy tartıp, jığlap ketkil tas kaldı. Helim o muş günlerini görüşke nisip kılgan Xudaga şükür. Mana Rozaxun bilen Zumratmu tepten çoğ bolup kaldı. Ahmet toluqsuz o'ttir maktabga chiqdi. Zumratga heletin elchilar kelib atdi. Ammo Zumratdan hech sada yo'q. Daxanğa apırıp bakıdığan işmekin. O Nəmətning jiyan oğlu ata bovisidan qalğan hünərini tepivaptıdak deb anlağanlarını əsləb könglige qandaq turib bir işlarını püşdi. Xoş, bugün muş yergich o'qib beray. Bu nadir əsərni imkaniyatingizning baricha kitap o'qish munberining nomida ham bahrlashni unutib qolmang. Texmi ko'p qayrindoshlarimız Xolida Isroil Abbayning mana shundoq bir nadir asarni yozganligidan boqib bo'lib qolsin. Xo'sh, aman bo'l.